3,5. Bitta nafkini puliga bitta oyoq kiyim oladilar. Jaqqa javob. Qaranglar. Xitoy tapchkalar 36 dan 41 gacha razmeri bor. 5-6 xil rasvetkasi bor va to'liq razmerlari bor. Narxi 29 ming. Bu tomonimiz mana ko'rishingiz mumkin. 49 mingdan, bularimiz bo'lsa 29 mingdan. Bularimizni razmeri 36 dan 41 gacha bor. Xitoyniki bularimiz razmeri bolajonlar uchun 30 dan 35 gacha bor. Hamma filialda bor. 29 mingdan bo'ladi. Bu qatorimiz 49 ming va bu qatorimizdan 49 mingdan bo'ladi. Razmerlari qolmagandir deb ham yo'q. To'liq razmerlar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Hozirgi videolarda Qo'qon filialidan boryapmiz. Manzil Qo'qon shahri, Hunarmandlar shaharchasi 18-aprel ertalab 11:00 da ochilish bo'ladi. Kerakkan bo'lsanglar, xuddi shu narxlarda to'liq razmerlar bor tovarlarni xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari Jaloliddin Ahmadaliyev dastur mehmoni bo'ladi. 10 ga yaqin o'zimda hamkasblarim ham shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing, kommentariy qoldiring. Shu post kommentariyasidan 500 ming so'mlik va 1 millionlik vaucherni g'olibini aniqlaymiz. Hammanglarga omad, aktiv bo'lamiz. Go!